Hi there, dear students. Davom etamiz va sizlar bilan birgalikda bugun aynan 8-tur mavzuyimizdagi language for writing speaking qismini o'tib olgandik va ikkinchi qismda aynan understanding hearing good news and bad news, ya'ni yaxshi va yomon yangiliklarni eshitganimizda bularni qanday qilib tushunish kerakligini va positive newsda ovoz tonimizni qanday o'zgartirishni va negative newsda qanday qilib ovoz tonimizni pasaytirishlarni sizlar bilan birgalikda o'rganamiz. Agar tayyor bo'lsak, let's move on boshladik. Demak, birinchi navbatda biz betini ochib olamiz. Har galgidek 82-bet va oldingi unitimizda sizlar bilan birgalikda, demak, language for speaking qismida sizlar bilan expression for special occasion qismini o'tgandik. Ya'ni u yerda biror bir yaxshi yoki yomon yangiliklarga, demak, qanday qilib reaksiya, o'zimizni munosabat bildirishligimizni o'rgangan bo'lsak, endi esa sizlar bilan birgalikda bu, ya'ni agar siz listening jarayonida yoki eshitish jarayonida bu so'zlarni tushunmay qolsangiz, ovoz tonini o'zgartirishidan orqali topishingiz kerakligini, demak, sizlarga bir bora tushuntirib o'tamiz. Hop, birinchi navbatda, demak, 802 ga qaraymiz. Mana bu yerda bizga instruction berilgan. Instructionimizda ko'rishimiz mumkinki, bu yerda, demak, 802 dagi mana bu instructionga qaraymiz, okay? Hop. Hearing good news and bad news. Yaxshi va yomon yangiliklarni eshitish. Demak, birinchisi, to understand if news is a good or bad, listen for. Demak, yangilikni yaxshi yoki yomonligini eshitayotganingizni bilishligingiz uchun albatta biz tinglashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, agar pozitiv so'z bo'ladigan bo'lsa, for example, good, great, lovely. Sifatlarga e'tibor berasiz. Okay? Sifatlar. Misol uchun aytadigan bo'lsak, today's weather is good. Demak, bugun ob-havo yaxshi. Yoki bo'lmasam, you look great. Ko'rdingmi? Agar siz look so'zini tushunmasangiz ham, albatta, yoki weather so'zini tushunmasangiz ham, sifatidan topib olishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam lovely. What's a lovely day? What a day bilmasligingiz mumkin. Tasavvur qilamiz, lekin lovelyni bilasiz. Bu yerda yaxshi yangilik ketayotganligini biz sifatdan bilib olishimiz mumkin. Okay guys? Davom etamiz. Negative words. Agar so'zimiz negativ bo'ladigan bo'lsa, sifatlarga ham e'tibor beramiz, ya'ni negativ ma'noga ega bo'lgan. Misol uchun bad. I have a bad problem. Demak, qaranglar, problem degan so'zni bilmasangiz, agar tasavvur qilamiz, lekin problem degan so'z albatta juda ham kundalik hayotimizda ko'p ishlatiladi. O'zbek tilida ham bor. Shuning uchun biz muammo, demak, bundan bilib olishimiz mumkin. Yoki problemdan ham albatta muammoni yaxshisi bo'lmaydi. Shuning uchun and bad deyilyapti va bu yerdagi bad so'zdan bilib olishimiz mumkin. Yoki sad. I'm really sad. Qaranglar, kayfiyatimni ko'rdingmi? Lekin positiv deb berdim yuzimda. I'm really sad. I'm really sad. Agar sizni, demak, u, ya'ni muloqot qilayotgan insoningiz yuzi, demak, pozitivda, lekin so'zi negativda bo'lishi ham mumkin. Tasavvur qilamiz. Men bugun yomonman-de. Qaranglar, xuddiki hazil ma'nosida aytsa, demak, yuzi o'zgardi, lekin pozitivda aytyapti, ya'ni so'zi. Lekin ma'nosiga qaraydigan bo'lsak, negativroq. Shuning uchun biz baddan bilib olishimiz mumkin, okay? Demak, badly yomon, ya'ni adverb berilyapti. Okay. Demak, bu yerda ham albatta biz badly so'zdan bilib olishimiz mumkin. Well, if you don't understand the words, listen for the intonation. Agar, qaranglar, so'zni ham tushunmayapsiz, ya'ni to'liq so'zga umuman tushunmadingiz, endi bunisi ancha sizga yordam beradi. Demak, so'zni to'liq tushunmagan taqdiringizda ham, u agar sifatni ham bilmasangiz tarjimasini yoki agar so'zni otlarini ham bilmasangiz, albatta siz ovoz toniga, intonationga, intonatsiyasiga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Hop, most importantly, asosan it is good news if it's good news. Agar yaxshi yangilik bo'ladigan bo'lsa, demak, speaker's voice goes up. Hop, demak, notiqning so'zi albatta ko'tariladi and down a lot. Ko'rdingmi? Ko'tarilib ko'proq tushadi. Mana shu o'ynab turadi. Ko'rdingmi? Misol uchun ko'tarilib tushadi. Hozir biz buni yana bir bora eshitib, tinglab bilib olamiz. Hop. Misol uchun bitta berilyapti. I was in Africa last weekend. I photographed gorilla family in the wild. Bu yerda ham albatta positive news bo'lganligi uchun ovozini ko'tarib tushirdi va tekst holatda o'qigani yo'q. Endi guys, sizlar bilan birgalikda birin ketinlik bilan 823 ni eshitishdan avval tepadagi berilgan mashqimizni qilib olamiz. Ya'ni bu oldingi yuritimizga sal aloqasi bor. Misol uchun aytadigan bo'lsak, B exercise'imizga qaraydigan bo'lsak, bizda B exercise'imizda gapimizda berilgan ma'lumotlarni e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu juda ham oldingi, demak, o'rgangan mavzuyimizga aloqadorligini bilib olamiz. Okay. I watched 4 films yesterday. Mana bu gapga qaraymiz. Demak, kelinglar, sizlar reaksiya bildirasizlar. I watched 4 films yesterday. Demak, men kecha 4 ta film ko'rdim. Agar ishonmasangiz nima deysiz? Yes, really. Demak, mana shu yerga really deb yozib qo'ysangiz bo'ldi.
Keyingi newsimizga qaraymiz. I'm sorry, but I can't finish my lunch. Uzr so'rayman, lekin men obetimni tugata olmadim. Nima deymiz? Yes. Never mind. Hech qisi yo'q. My dog died last week. O'tgan hafta kuchugim o'lib qoldi. Yes, this is a bad news. Shuning uchun biz negativ so'z bo'lganligi uchun, ya'ni negativ yangilik bo'lganligi uchun biz ham to'g'ri topdingiz. Albatta, negativ so'z ishlatishimiz kerak, reaction. Demak, negativ reactionlarimizdan foydalanishimiz kerak. I'm sorry to hear that. And the last one, I studied a lot and the exam was really easy. Demak, men juda ham ko'p o'qidim va imtihon juda ham oson bo'ldi. Demak, bu yerda ham that's great, congratulations deb ishlatishimiz mumkin. Albatta biz buni tinglamadik, lekin siz o'zingiz 821 ni tinglab yozib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda boshqa informatsiya berilgan. Biz shunchaki sizlar bilan mashq qilib o'tdik. Let's move on, davom etamiz. Endi esa sizlar bilan birgalikda 5A exercise'imizdagi 823 ni eshitamiz. Diqqat bilan eshitasizlar. Hozir aytganimizdek, agar yaxshi yangilik bo'ladigan bo'lsa, pozitiv bo'ladigan bo'lsa, ovoz tonini ko'tarib va tushiradi. Yomon yangilik bo'lsa, bitta tonda ketadi. Agar yomon yangilik bo'lsa ham, baland tonda ham faqat bir xil tonda ketadi. Ya'ni agar baland bo'lsa, baland tonda, past bo'lsa, past tonda ketiladi, okay? Hech qanday tushish holati yoki ko'tarish holati bo'lmaydi, okay? Tayyor bo'lsak, boshladik va e'tibor qilamiz. Har bitta mana bu kataklardagi so'zlarga e'tibor beramiz. Birga misol uchun berilgan bizdagi so'zga, misol uchun har biriga agar yaxshi yangilik bo'lsa good, negativ bo'ladigan bo'lsa bad deb yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun mana bu holatda good yoki bad. Tushuniga davom etamiz. Audio 8.23. 1. There's a really good film on tonight. Ko'rdingizmi? There is a really good TV, There is a really good film on TV tonight. Ko'rdingizmi? Ko'tarilgan holatda va tushirgan holatda ko'rishimiz mumkin. Yes, demak bu yerda biz good deb olamiz. Agar so'zni tarjima qila olmasangiz ham albatta mana shu tondan bilib olishimiz mumkin. 2. I passed my driving test. Ko'rdingizmi? I passed my driving test. Birinchida ovozni ko'tardi, keyin yana sal o'rtada tushdi va yana ko'tarildi. Shuning uchun biz bu yerga good deb qo'yamiz, ya'ni imtihon nimdan o'tdim, ya'ni pravaga imtihondan. 3. I failed my driving test. Ko'rdingizmi? I failed my driving test. Bir xil tonda past ovozda ketdi. Yes, demak bu bad bo'ladi. Ya'ni pravadan yiqildim deyilyapti, ya'ni mashinaga oladigan pravaga. 4. The traffic was terrible. Ko'rdingizmi? The traffic was terrible. Demak, probka juda ham dahshat bo'lgan, ya'ni transportlarga nisbatan aytilyapti. Biz bu yerga ham bad deb qo'yamiz. 5. We stayed in a lovely hotel. Demak, bu yerda ham lovely dan bilib olishimiz mumkin. Agar lovely ni ham bilmasak, biz ovoz tonidan bilib olishimiz mumkin. This is yes, good. 6. I played very badly yesterday. I played very badly yesterday. Kecha yomon o'ynadim deyildi va bu yerda badly dan bilishimiz mumkin. Agar badly ni topolmasak, ovoz tonidan bilishimiz mumkin, ya'ni bir xil holatda aytildi. Demak, biz bu yerga bad deb qo'yamiz va let's check, tekshirib olamiz. Well guys, congratulations. Juda ham to'g'ri topdinglar. That's great, no mistakes. Hech qanaqangi xatolar yo'q. Demak, biz bilib oldik, ovoz tonimizni agar qachonki, ya'ni ko'tarib tushiradigan bo'lsak, bu positive va siz ham ya'ni biror bir yangilikni aytayotgan paytingizda ovoz tonini har doim tushirib ko'tarishingiz kerak bo'ladi yaxshi holatda. Misol uchun aytadigan bo'lsak, oddiy misol, o'zbek tilida aytadigan bo'lsak, imtihondan o'tdim desak, "O, zo'r bo'pti-yu", ko'rdingizmi? Yoki bo'lmasam, "Voy, men imtihondan o'tdim." "Voy, men imtihondan o'tdim." Ko'rdingizmi? Agar biz positive newsni aytayotgan paytimizda-yu, lekin reaksiyamiz, ovoz tonimiz bizda negativroq bo'ladigan bo'lsa, albatta bu mantiqan to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun biz har doim yaxshi yangilikni aytayotgan paytimizda o'zimizning o'zbek tilida ham ovoz tonimizni tushirib, ko'tarib aytamiz. Tushundingizmi? Agar biz negativ aytayotgan bo'lsak, misol uchun aytadigan bo'lsak, "Voy, kecha men imtihondan yiqildim." Ko'rdingizmi? G'alati. Ya'ni ma'no jihatidan juda ham tushmaydi.
Chunki siz bu yerda negative news aytyapsiz, ya'ni yangilik yaxshi emas, lekin bu yerda siz xursand bo'lib aytyapsiz. Bu xursand bo'ladigan yangilik emas. Shuning uchun biz ovoz tonimizni ham o'zbek tilida, demak, voy, kecha imtihonda yiqilib tushdim, yaxshi bo'lmadi, yaxshi tayyorlanmadim. Demak, ko'rdik, bu yerda ovoz tonimiz ham sal pasayadi. Okay? So, well done. Demak, xuddi ingliz tilimizda, ya'ni o'zimizning o'zbek tilidagi bo'lgani kabi, bizning ingliz tilimizda ham bir xil holatda kuzatishimiz mumkin. Demak, sizlar bilan birgalikda guys, demak, yangiliklarni qanday qilib pozitiv va negativlikni aniqlab oldik va shu qatori siz ham bugundan boshlab, ya'ni mana shu pozitiv, negativ yangiliklarni berayotgan paytingizda hech ikkilanmasdan ovoz toningizni to'g'ri qo'yishni ham o'rganib oldingiz. See you next time.